Mashanda va $60 turar ekan. Buni zodagon ustida ishlatishar ekanmi deyman-da, marmarino toz. O'zi zo'r usta bo'lsa, arzonida ham zo'r qilib yuborishadi, lekin takoy zo'r instrumentda statusda Bianco Italianoni filiali ochildi. Va shu zo'r lokatsiyada. Shuni munosabati bilan konkurs e'lon qilishyapti. Hamma ustalarga srochniy foydalanib oling, $1000 yutib olishingiz mumkin. Qanaqa qilib? Siz shundoq ham Bianco Italiano mahsulotlarini, attachentolarini ishlatib remont qilyapsiz-ku, shunchaki o'sha remont qilgan joylaringizni video qilib, shuni atmetga qilib qo'ysangiz bo'ldi. Prosmotrga qarab 1, 2, 3-o'rinlar aniqlanadi. 1 oy konkurs davom etadi. Kimning videosi zo'r chiqsa, birinchi o'ringa $1000, ikkinchi o'ringa $600, uchinchi o'ringa $300 sovrin qo'yishgan. Jigar. Shunda kamera yo'q endi remont qilib bo'lganingizdan keyin. O'zi bilasiz, Bianco Italiano attachentolarini sifatini. Shuni bir ro'y xalqqa ham tushuntirib, bitta video qilib qo'ysangiz tamom. $1000 qorinni og'ritmaydi. Xullas, lokatsiyani tushuntiraman, yangi filialligini. Tekstilniy mosti bor-ku, o'shandan shunday bir o'tishingiz bilan mana Hamkor bank. O'shan bilan yonma-yon joyda Jotun, emulsiya, lak bo'yoq mahsulotlarini ham, marmarinoni ham dillari hisoblanishadi. Xullas, eng zo'r mahsulotlar mashilada. To'g'ri kelaverasiz, lokatsiyani bilib oldingiz, maksimum hamma usta yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Foydalanib olasiz, ha?